Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 9-sınıf darsimiz hoş kelibsiz. Biz bu qismda shu oldingi 8 qismda o'rganib o'tgan ba'zi narsalardan foydalanib, o'zimiz bir oddiy algoritm yozishni bir sinab qilib, mashq qilib o'rganaylik. Chunki biz program tilini o'rganayversak, uning nimaga ishlatilganligini bilmasak, ba'zi zerikishlikka chiqib qolishimiz mumkin. Buning uchun men bir Python class'ini birini qo'sam, task deb qo'yay. Task 1 day bo'ldi. Buning ismini undasa birinchi bo'lib biz shu o'ttirchi son tepishni o'rganaylik. Masalan, bir sinfda 5 bola bo'lsa, 5 bolaninki natijasini o'ttirchi sonini. O'ttirchi sonini median deydi o inglizcha. Yoki means mi deydi. Masalan, student grades bo'lib qolsa, listdan foydalanib 5 bola shunaqa. 70 56 90 79 100 deylik. Endi shularning o'ttirchi sonini qanday topamiz? Deganda average grade o'ttirchi soni. Average grade. Buni qanday qilamiz? Shuning har birisini qancha element umumiy yig'indisini hammani qo'shib buningki yig'indisiga 5 ga qancha bo'lsa bo'lib etsak o'ttir natija chiqadi shunaqa. Unda bo'lsa sum deb bir function bor. Buning ichiga student grades yozdik. Ondan buni 5 ga bo'lib etsak bo'ldi. Lekin bu har qitim bu 5 bo'lib qolsa, bu masalan meniki tasoddifiy 61 bolanikini qolsa qanday qilamiz? O'sha 6 ga qo'shish keldi. Shunga har bir elementining sonini qanday topdik? Esinglardami? Length bilan. Len degan funksiyadan foydalanib topdik. Qancha element bor degani dal shu soni. Shunaqa. Uni besib chiqarsak, shu o'quvchilarningki o'ttir natijasi chiqadi. O'ttirchi soni chiqibdi. 75,183 deb. Shu 6 xonalik son. Mana o'ttirchi son, masalan, meni hozir qanchani o'zgarsak, men listning ichiga 100 o'quvchining sonini solsaqmi, oxiri men 3-qurlan 4-qur hozir avtomatiklam chiqarib berdi. Mana bu eng oddiy algoritm. Unda yana boshqa birisi qarab boqaylik. Shu listning ichidagi mush sonninki eng cho'ng qiymatini topaylik. Eng cho'ng qiymat nima deydi? Maximum deydi, max. Mening ichida hozir eng cho'ng qiymat qancha? 100. Masalan, yana xohlagan birini kirgizsam, bu eng cho'ng. Endi alınışıp turdi. Lekin biz bir algoritm yozib shunga o'xshash o'rni o'zgarsimi, cho'qim eng cho'ngini tepib beradigan. Qanday qilamiz deganda Python'ninki max funksiyasidan foydalansak bo'ldi. O'zininki ichida yasalgan funksiya ham hozir oddiy qismida o'rganib tursak bo'ldi. Ya'ni eng cho'ng shunaqa. Max number eng cho'ng son. Max bir funksiya, function o'zining Python'ning o'zining yadrosida bor. Student grades bo'ldi. Endi shuni print qilsak,
max number bo'ldi. Hozir eng cho'ng chiqib turdi. Hozir manetdagi mana o'zgartsekmi avtomatiklam chiqardi bu biramda algoritm. Azroq bir narsangiz qilgan bo'lishinglar mumkin. Odatda ma belgini qo'yam unutib qolibdim, ama bo'lash belgisi mavi Python'daki. Masalan, string degan birni yozsak, har qanday sonni, har qanday sen input deb turay. Bir xat yozgan bo'lsak yoki qanday cho'ng harf bilan mushni biz ba'zida cho'qim hamma harf kichik harf bo'lsin desak, qanday qilib o'tamiz? Input checkout lower. Biz oldin qism dars o'tgan dir function'aga directory dir. Ashni bassak hamma mushundaq lower, max degandek funksiyalarni chiqarib turdi. Yoki biz davomli qo'llanishni yodlab olsak bo'ldi, o'rganib olsak bo'ldi. Masalan, 9-qur bilan 12-qur. Mashkin besib chiqarsak, ma'lumotni besib chiqarsak nima chiqadi? Cho'qim eng cho'ng masalan 7999 chiqadi. Ma'ni besib chiqarsak, ma'ning funksiyani nimiz qolibdi. Ma'ning hammasi qoldi, ama keyinliklarmi kichik, lower case, lower degani kichik. Yeziq bilan chiqadi degan gap. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, 9-qurdagi kodda eng cho'ng nima chiqarib turibdi? 7999. Anandaki 11-qurdagi ma'ning hammani lower case kichik. Oxiridagi nima qildi? Kichik harf bilan. Endi ma 4-qur qarasanglar, ma'ning o'tirgi sonini hozir 16992, chunki biz ma'ning sonini jiqaytib o'tdik degan gap. Bugungi darsimiz tushag'icha endi mushunda oddiy algoritmdan oxirdan murakkab algoritm qarab yozilgan bo'lib ketamiz.